Aktrisa Feruza Normatovadan sirli xushxabar. Muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda Feruza Normatovaning kutilmagan yangilikni aytganligi haqidagi xabarlarni oshkor qilmoqda. Azizlar, videorolikni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videoroligimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Instagramda hayotidagi katta xushxabarni e'lon qildi. U joylagan videosida sirlilikni xush ko'radigan, xursand bo'lganini va birga baxtga erishayotgan insonlar borligini aytgan. Kuzatuvchilar uning quvonchini yurakdan qo'llab-quvvatlab, iliq tilaklar bildirishdi. Aktrisa Feruza Normatovaning Instagram sahifasida tarqalgan videolaridan birida u hayotida juda quvonchli yangilik borligini ma'lum qildi. Video davomida xotirjam va hayajonli kayfiyatda quyidagi so'zlarni aytib o'tdi. Men sirlilikni, tinchlikni yaxshi ko'raman, juda ham xursandman. Alhamdulillah, quvonchimizga sherik bo'layotgan insonlar juda ko'p. Biz uchun duo qilgan barchaga katta rahmat. Hayotimizda juda katta xushxabar bor, dedi aktrisa. Mazkur videoni kuzatayotgan kuzatuvchilarning aksariyati izohlarda Feruza Normatovani ona bo'lishdek ulkan baxt bilan tabriklab, unga iliq tilaklar bildirishdi, deyiladi xabarda.